Qozog'iston xalqini tashkil etdi. Shu Andijonda 3,5 million xalq bo'lsa, hammasi ozgina bo'lsa ham yuragidagini, yordamini, boshqasini bildirishib turibdi. Hech kim tomosha qilgan yo'q. Ashara tursak ham bilib turibmiz. Sizlar qanchalik qiynalayotgan bo'lsalaring, sizlardan ko'ra ko'proq biz ham mayrimiz qiynalyapti. Bilaman cho'povda qolishmas ot ham, burgutdan o'zgaga yarashmas cho'qqi, tilimdan chiqqan so'z shunchaki emas, dilimda borini birma-bir o'qi. Bir inson sha'nini bulg'amoq uchun ig'volar aylamoq erirdur gunoh. Tunu kun xalq g'amin yegan hokimni o'zing panohingda asragin Alloh. Men ham Andijonim erka qizman, asossiz bo'xtonga parvo qilmasman. Hurmatli viloyat rahbarimizga ta'ni tosh otsalar chetda turmasman. Viloyat hokimi siymosida men asl shijoatli boshliqni ko'rgum. O'z tinchin unutib xalq deya yongan samimiy mehribon ota deb bilgum. Ig'vogar bo'xtonchi g'alamiz kimsa, sen ham xalq dardida bir on yonib ko'r. Garchi ish amaling g'iybatlash bo'lsa, unda gunohlardan o'zini tiyib tur. Dersiz yozganlarim o'qib yoqmayin, so'zlama maddohlik qilib bizlarga. Ma'zur tuting haqni so'zlab yashagum, borini boricha aytgum sizlarga.